Bu futbolchi Ronalduning cho'qqidagi formasini to'xtatgan ilk inson, lekin hech kim uning usulini takrorlay olmagan. O'sha paytda yosh Cristiano Ronaldu yangi yulduz bo'lib porlab kelayotgan. Chempionlar Ligasida Milanga qarshi to'qnash kelgan edi. O'yin oldidan Gattuso jurnalistlarga shunday dedi: "Men Ronalduning har bir harakatini o'rgandim va uni to'xtatish yo'lini topdim. Hech kim ishonmagan, ammo o'yin boshlangach, ilk yuzma-yuz holatda Gattuso to'satdan yerga yiqildi va itdek to'rt oyoqlab turdi. Bu manzara hammani lol qoldirdi. Ronaldu fint qildi, dribling qildi, lekin hech narsa ish bermadi. Gattuso uni aylanib o'tishga yo'l qo'ymadi. Bu nafaqat g'alati, balki juda samarali harakat edi. O'sha kechada Milan g'alaba qozondi va Gattuso Ronalduni to'xtatgan odam sifatida tarixga kirdi."